Salam qarindoshlar, qana ahvolinglar? Amanlar yaxshi turdinglarmi? Arada bizning darsimiz 2-3 hafta uzarib ketdi. Kechiringlar, men vaqt-vaqtida dars chiqaramay qoldim. Bugun biz Yuhanna bayon qilgan xush xabar darsimizning davomini azroq ko'rib o'taylik dedi. Ya'ni bugun biz Yuhanna bayon qilgan xush xabar 4-bob 1-oyatdan 15-oyatga qadar mazmunlarni bir qatim ko'rib o'taylik. Aldı bilan mazmunni ko'rishdan burun biz bir qatim mazmunni o'qib chiqaylik. Yuhanna bayon qilgan xush xabar 4-bob. Hazrati İsa Yahya payg'ambardan ko'p shogird qabul qilib, ularni cho'mildirib etibdi degan xabar farsiylarga yetdi. Amaliyotda Hazrati İsa o'zi emas shogirdlari cho'mildiradi. Ularning xabar topganini uqqan Hazrati İsa Yahudiya o'lkasidan chiqib, yana Jaliliyaga ketdi. Yo'l ustida Samariya o'lkasidan o'tishga to'g'ri keldi. Buning bilan Hazrati İsa Samariyaning Sihar degan yesiga keldi. Sihar burungi zamonda Yaqub o'z o'g'li Yusufga miros qilgan yerga yaqin bo'lib, Yaqub quduqi degan quduqmi shu yerda edi. Hazrati İsa safarda charchaganligi uchun quduqning yoniga kelib o'ltirdi. Bu tush vaqti bo'lib, Hazrati İsa'ning shogirdlari yemaklik setib olish uchun shaharga kirib ketgan edi. Shu chaqda Samariyalik bir ayol suvga keldi. Hazrati İsa uningga: "Menga biroz usullik bergaysiz" dedi. Yahudilarning Samariyaliklarni kafir deb, hatto ularning chin qachilarini ishlatmaydiganligini bildigan ayol: "O'zingiz Yahudi turib, mendek Samariyalik ayoldan qandoqlarcha suv talab qilib qoldingiz?" deb so'radi. Hazrati İsa mundaq javob berdi: "Agar siz Xudoning sovg'atining nimaligi va sizdan usullik so'ragan kishining kim ekanligini bilsangiz edi, undaqda siz uningdan shuni tilatdingizda, umi sizga hayotlik suyini beradi. Taqsir, quduq cho'nqur, uning ustiga suv tortadigan asboblar yo'q tursa, hayotlik suyini nerdan topa olasiz? Bu quduqni ajdodimiz Yaqub qo'llagan. Uningdan o'zi, o'g'illari va molvarallarimi suv ichgan. Ajba siz bu suvdimi yaxshi suv beraman deb o'zingizni ajdodimiz Yaqubdan ulug' demoqchimi deb so'radi. Hazrati İsa mundaq javob berdi: "Bu suvni ichganlar yana usaydi, ammo men beradigan suvni ichganlar mangu usamaydigan bo'ladi. Men beradigan suv ichgan kishilarning qalbida etilib chiqadigan bir buloq aylanib, ularga mangulik hayotlik beradi. Taqsir, menga bu suvdan bergaysiz. Shu suv bilan tashnaligimni qondirib, quduqqa ikkinchi kelmaydigan bo'lay" dedi ayol. Xo'sh qarindoshlar, bugungi darsimizning mazmuni kelishdan burun biz avval oldingi qatimki mazmunlarni bir qatim eslab o'taylik. Chunki biz hozirga qadar Yuhanna bayon qilgan xush xabarni o'rganish jarayonida biz qayerda boshlanib, qanday markaziy ideyalarni bizga yetkazish orqali bu mazmunning taraqqiyoti, ya'ni mazmun qanday yo'nalishda eqib ketyotidi, ya'ni markaziy ideya, markaziy mazmun qanday taraqqiy qilyotidi degan narsani biz qallamizda o'ylab turib, mazmunlarni ko'rgan vaqtimizda texmi tushunib turib, bizning yodimizda oson qoladi. Ham shunaqla keyin ham muqaddas kitobni o'qigan vaqtimizda ham texmi cho'nqur bo'lgan mazmunlarni biz qesib chiqara olamiz, anqira olamiz degandek. Ham muqaddas kitobga bo'lgan, muqaddas kitobning mazmuniga bo'lgan bizning tushunchamiz, ya'ni yiltiz tadu, cho'nqur yiltiz tadu desam bo'ldi. Shuning uchun biz oldingi qatimliq mazmunlarni bir qatim eslab o'taylik. Biz oldingi qatim mazmunimizda biz 3-bobdagi, ya'ni Yahya payg'ambarning guvohligiga oid mazmunga markazlashtirish orqali Hazrati İsa'ning xizmatining haqiqiy turda, haqiqiy holatda boshlanganligini, Yahya payg'ambarning bo'lsa, o'zining Xudoning uningga topshirgan vazifasini, xizmatini tamomlab, endi maydonni Hazrati İsa'ga, Xudoning o'g'li, qutqizuvchi bo'lgan Hazrati İsa'ga topshirib turib, o'zining bo'lsa shuhratining tuvallishi, endi Hazrati İsa'ning bo'lsa shuhratining o'sishi. Chunki Hazrati İsa'ning bo'lsa arishdan kelguchi, hammadan ustun bo'lguchi. Shu arishdan kelguchi bo'lg'achqa, arishdiki, ya'ni Xudoning irodasi, Xudoning qilayotgan ishlariga oid ishlarni, ya'ni Xudoning podshohligiga oid ishlarni so'zligichi, arishdiki ishlarni so'zligichi Hazrati İsa ekanligini, ammo Yahya payg'ambar bo'lsa o'zining bu dunyoga mansub, bu dunyoga kelguchi, ya'ni bu dunyodan kelguchi, ya'ni bu dunyodagi ishlarni so'zlash bilan cheklanganligini shunday deb turib, Hazrati İsa'ning arishdan kelguchi, Xudo avatgan qutqizuvchi, insonlarga mangulik hayot ato qiluvchi, ya'ni hayot
hayotlik ato qilg'uchining dal hazrati Iso ekanligini Yahyo payg'ambar o'zining bo'lsa faqat mushu Xudo avatgan qutqizg'uchining xizmati uchun, ya'ni yo'l hozirlag'uchi, uning kelishi uchun yo'l hozirlag'uchi degandek o'zining faqat shu qutqizuvchining kelishi uchun yo'l hozirlag'uchi bo'lgan, ya'ni qo'llash, yigitning qo'llashiga o'xshash, yigitning kelishi uchun tayyorlik qilg'uchi ekanligini bu yerda alayda eskartib turib, haqiqiy maydonni Hazrati Isoga topshirib, ya'ni bütün ishlar, ya'ni bu yerda Xudo barliq ishlarni uning quliga topshirdi deydi emas, shunga o'xshash haqiqiy Xudoning ishlarini haqiqiy amalga oshiruvchi, Xudoning irodasini amalga oshiruvchi haqiqiy Hazrati Iso ekanligini deb turib, bu yerda o'quvchilarning, ya'ni anglag'uvchilarning, ya'ni shu mazmunni anglag'uvchilarning bo'lsin, ko'pchilikning bo'lsin diqqatini Hazrati Isoga markazlashtiradi. Ham bu yerda yigit va qo'llash degan o'xshash mazmunlarni ishlatish orqali biz ikkinchi bobda Kana Yesusidagi to'y ziyofati degan mazmun orqali biz, ya'ni to'y ziyofati, ya'ni nikoh murosimi deyish orqali hozirgi vaziyat, ya'ni shu vaqtdagi vaziyat bo'lsa, ya'ni kon davr emas, balki Hazrati Isoning, ya'ni yigitning to'y ziyofati, ya'ni arishning podshohligi uchun chaqirilgan to'y ziyofati deb turib, shu vaqtlarda to'y murosimi, arishning podshohligidagi to'y ziyofati degan o'xshash murosim degan o'xshash mazmunlarni biz deyish orqali yangi bir davr, ya'ni Hazrati Isoning davri, yangi bir davr, ya'ni nikoh munosabatidagi yangi bir davr deb turib, ya'ni yangi ahd, ya'ni nikoh munosabatini ahdi bilan bog'lash orqali, ya'ni ahdiga o'xshatish orqali Iso Masih bilan bog'langan yangi bir ahdi munosabat, yangi bir munosabat, yangi bir davr deb turib, shunday mazmunlarni biz ko'rib o'tgan edik. Ham shunday 3-bobda biz qaytadan to'rilish degan mazmunga markazlashtirib biz ko'rib o'tgan edik. Ya'ni Nikodim bilan Hazrati Isoning paring orqali bu yerda Hazrati Isoning ta'kidligini qaytadan to'ralmaguncha hech kim Xudoning podshohligini ko'rolmaydi, hech kim Xudoning podshohligiga kirolmaydi deb turib, qaytadan to'rilishni biz, ya'ni bu yerda Hazrati Iso, ya'ni Nikodimga o'xshash shu vaqtda Hazrati Isoni e'tirof qilish bilan emas, uni Xudoning avatgini deb bilish bilan emas, balki faqat yangidan to'ralganlar, ya'ni qaytadan to'ralganlar. Bu yerda qaytadan to'rilish deganimiz yangidan to'rilish, qaytadan to'rilish, osmondan to'rilish deb turib, ya'ni qaytadan to'ralma bo'lib qaytadan to'ralganga o'xshash, yangi bir odam yangidan to'ralganga o'xshash, shuna bir yangidan to'ralmaguncha. Endi bu yangidan to'rilishni ham inson biz birinchi bobda İslamlarda bağımken biz birinci bab 13. ayetke biz qaraydigan bo'lsak, shu vaqtda yine Xudoning farzandi bo'lish huquqini, ya'ni Hazrati Isoga, ya'ni Xudoning o'zining o'g'lini qabul qilganlarga bo'lsa, uning e'tiqod qilganlarga bo'lsa, Xudoning farzandi bo'lish huquqini berdi. Bu huquq, ya'ni farzandi bo'lish huquq bo'lsa, ya qondan, ya jinsiy talabdan, yoki inson xohishidan emas, balki Xudoning irodasidan qayta to'ralgan bo'ldi deb turib, shu vaqtda biz Xudoning irodasidan to'rilishimiz qayta to'rilish degan edik. Ya'ni demakchi, bu qayta to'rilish degan gap shu vaqtda ham sudan ham ruhdan to'ralmaycha deb turib, bu yerda Xudoning ruhidan to'ralmaycha deyish orqali Xudo o'zining ruhini sog'anlar, qalbiga sog'anlar. Xudoning o'zining ruhini uning qalbiga selish orqali Xudo orqali yangidan to'ralganlar. Xudo ularni qaytadan, ya'ni o'zining ruhini ato qilib, haqiqiy Xudoni tunitib turib, qaytadan to'raldirganga o'xshash Xudo o'zining huzuriga bağışlaganlar. Ana shundaqlar haqiqiy qaytadan to'ralganlar bo'lganligini. Ya'ni Xudo kimlarni yangidan qaytadan to'raldirdi desa, bu hargiz insonning xohishidan, inson o'zi orzu qilganligidan, inson o'zi qilg'isi bo'lganligi uchun emas, balki shamol xohlagan yerda chiqib, xohlagan yerga ketganga o'xshash, ya'ni shamolning qayerdan kelib qayerga ketganligini biz bilmayganga o'xshash, bu faqat Xudoning irodasidan. Xudo o'zi ruhini sog'anlarla yangidan to'rilish, Xudoning huzuriga kirish, Xudoning farzandi bo'lish huquqiga erisha oladiganligini. Bu inson tarafidan emas, balki faqat Xudoning mehr shafqati, Xudoning iltifoti va Xudo tarafidan bo'lganligini biz bu yerda deb o'tgan edik. Mushu orqali biz qaytadan to'rilishni, ya'ni biz e'tirof, ya'ni eg'izidilam e'tirof qilganlar, Hazrati Isoni Xudoning avatgini deblam e'tirof qilganlar emas, va yoki jamoatga Hazrati Isoga e'tiqod qilman deblam jamoat qatnashganlarning hammasining
ham e'tiqodchi, Xudoning farzand emasligini, faqat Xudoning ruhi bilan, ya'ni muqaddas ruhi bilan, ya'ni muqaddas ruh uning qalbiga kirishi bilan shu Xudoning ruhi bilan, so'zi bilan, Xudoning so'zi orqali doim yangilanib, yangidan to'rilib, Xudoning haqiqati va obraziga o'xshash yashab mangdigan haqiqiy Xudoning ruhiga tayanib yashaydigan haqiqiy e'tiqodchilarning borlig'ini bizga ham bu yerda anqarat ko'rsatdi. Ya'ni shunga o'xshash bu yerda qaytadan to'rilish degan mazmunga oid biz so'zlab o'tgan edik. Ya'ni bu qaytadan to'rilishni shu vaqtda biz ko'rib o'tgan, ya'ni shu mazmunlarni qaytadan aslab ko'rsanglar bo'ldi. Ham shundoq mazmunlarni deb bizning vaqtimizda Xudo oldida o'zimizni har vaqt e'tiqodimizni har vaqt tekshirib ko'rishimizga ham to'g'ri keldi. Biz haqiqatan Xudoning muqaddas ruhi bilan yetaklanib, Xudoning ruhi bilan, muqaddas ruhi bilan, Xudoning so'zi bilan shunday yangilanib, Xudoning obrazi bo'yicha, Xudoning haqiqati bo'yicha har vaqt Xudoning so'zi bilan yangilanib yashayapmanmi deganga o'xshash biz har vaqt e'tiqodimizni tangsilib ko'rishimizga to'g'ri keldi desam bo'ldi. Endi nimashki bu mazmunlarni qaytadan ta'kidladik desa, dal bu 4-bobdan boshlab, bu 4-bob ya'ni Samariyalik ayolning voqeasi emasmi, ish izlari. Ya'ni 4-bobda Samariyalik ayol nima uchun degan vaqtimizda bu qayta to'rilishni dedik. Qayta to'rilishni biz suddan ham ruhdan to'ralganlar dedik. Ham shuningdan keyin bo'lsa Hazrat Ayso, ya'ni bugungi mazmunning 5-idilam Hazrat Aysoning kishilarni suvga cho'mildirayotganiga oid mazmun bor. Biz suvga cho'mildirishni, ya'ni Hazrat Aysoning nomi bilan suvga cho'mildirishni biz Hazrat Ayso elchilarining faoliyati 2-bobdagi mazmun orqali gunohlarning, ya'ni kechirim qilinish uchun yomon yo'llardan yanganligi, tavba qilganligi, Ayso masga e'tiqod qilganligini ko'rsatish uchun cho'mildirish qabul qilganligiga oid mazmunni biz ko'rgan edik. Endi shunga o'xshash bu yerda Hazrat Ayso suvga cho'mildiryapti. Endi bir tarafdan bizga qaytadan to'ralganlarning qandoq bo'lganligini, ya'ni ularda qandoq bir o'zgarishlarning bo'lganligini bizga ko'rsatib beradigan, ya'ni qaytadan to'ralganlarni vakilga alati biz ko'rsatib bergan mazmun dal shu Samariyalik ayolning mazmunidan boshlangan mazmunlarni biz ko'rish orqali haqiqiy Xudoni tunuganlar, haqiqiy Xudoni tunib, Hazrat Aysoni haqiqiy tunib e'tirof qilganlar, uning e'tiqod qilganlardagi ularning hayotidagi o'zgarishlarning qanday bo'lganligiga oid mazmunlarni ko'rsatib bergan, ya'ni odamlardagi qayta to'ralgandagi odamlardagi o'zgarishlar, ularda qanday o'zgarishlar, ularda Xudoga bo'lgan qanday bir Xudo bilan bo'lgan qanday bir munosabatlarning bo'lganligiga oid mazmunlarni ko'rsatib bergan tipik vakillik mazmunlar dal shu 4-bobdan boshlangan mazmunlar desak bo'ldi. Shuning uchun biz qayta to'rilishni bayon biz markazlashtirib holatda bir qatim ko'rib o'tdik. Xo'sh, navz qarindoshlar, mushagacha bir qatim yig'inchoqlab biz 4-bob mazmunni ko'rish orqali texmo kerak bo'lsa oldingi mazmunlarni yana bir qatim eslab o'tsak bo'ladi. Unda bo'lsa biz mazmunga kelaylik. 4-bob 1-oyati bo'lsa Hazrat Aysoning Yahyo payg'ambardan ko'p shogird qabul qilib cho'mildirayotganligiga oid xabar Parsiylarga yetgan. Hamda Hazrat Ayso bo'lsa Parsiylarning bu xabarni o'qqanligidan xabar topgandan keyin Yahudiyaliklar suvga cho'mildirayotgan emasmi? Ya'ni oldingi bobda, ya'ni 3-bob 22-oyatda ya'ni Nikodim voqeasi tugagandan keyin, ya'ni bu ishdan keyin Hazrat Ayso shogirdlari bilan Yahudiya o'lkasiga bordi. Hamda Hazrat Ayso ular bilan birga bu yerda bir mazgil turib, kishilarni suvga cho'mildirdi degan ayt mazmun bor emasmi? Shunga o'xshash Yahudiya o'lkasida shogirdlari bilan bir mazgil turib suvga cho'mildirayotgan edi. Ammo Hazrat Aysoning kishilarni suvga cho'mildirganligiga oid xabarni Parsiylar bilganligi uchun Hazrat Ayso davomli suvga cho'mildirmas, ya'ni davomli Yahudiyaliklar turmasdan Jaliliyaga qaytishni qaror qilganligiga oid mazmun dal 4-bob 1 va 2-oyatdagi mazmunlar. Undan o'zi Hazrat Ayso nima uchun Parsiylarning o'zining suvga cho'mildirganligini bilganligi uchun bu yerda turishni qaror qilmasdan balki Jaliliyaga ketishni qaror qilgandi deganga oid mazmun, deganga o'xshash savol bizda paydo bo'lishi mumkin. Biz undan bo'lsa oldi bilan Parsiylarga bir qatim diqqat qilib o'tsak, biz Parsiylarni
aldın qatamqı məzmunlarda biz Tavrat qanunuga shu qadar taqvodorlik bilan itoat qiladigan har bir so'zlarni saqlaymiz deb turib shu qadar saqlashga tirishadigan shu qadar qizg'inlik bilan Tavrat qonuniga qizg'inlik bilan shuni saqlashga qilgan tirishadiganlar shunday bir mazhabdikilar edi. Bu parisiylar biz qaraydiganimizda Yahya payg'ambar suv cho'mildirgan vaqtidami ya'ni birinchi bob 24-oyatda parisiylar Yahya payg'ambarning oldiga kelib qutqizuvchi bo'lmasang nima kishilar suv cho'mildirsan deb turib parisiylar ya'ni shu Yahya payg'ambardan savol so'rab Yahya payg'ambarning qilgan ish harakatlariga nihoyat diqqat qilgan ular. Hamda bu Nikodim parisiya qimidi emasmi? Ya'ni parisiylardan bo'lgan Nikodim edi. Hamda bu birinchi oyatdagi ya'ni demoqchi bo'lgani bu parisiylarning Hazreti Aysa'nın Yahya peygamberden köp şagird qabul qilganligini bilishi bo'lsa, ya'ni parisiylar izchil bu ikkisini kuzatayotganligiga oid bir mazmunni biz ko'ra olamiz. Ya'ni Yahya payg'ambar biz degan vaqtimizda butun Yahudiya o'lkasi, hatto Yordan darasining sharqiy qismidagi, ya'ni butkul Yahudilarga shu qadar tunishli bo'lib shu qadar keng tarqalgan Yahya payg'ambar nomi, shu qadar jiq yerlardan keng doiradagi boshqa o'lkalardan hatto kelib Yahya payg'ambardan suv cho'mildirishni qabul qilgan kishilar shu qadar hamda zilzila solgan deb o'tgan edik. Shundoq Yahya payg'ambarning shundoq ishlan qilgandan keyin hamda Hazrati Aysoning yana bir qatim shu qadar ko'p kishilarni, ya'ni shu qadar ko'p kishilar orasida Hazrati Aysoning ya'ni tunilishga, ya'ni bilishga kishilar bilayotganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni shu qadar ko'p kishilar Yahya payg'ambardan ko'p shogird qabul qilibdi, Yahya payg'ambardan ko'p kishilar suv cho'mildiribdi deyish orqali, ya'ni ko'p kishilarning Hazrati Aysoni tunishga, Hazrati Ayso oldiga kelishga boshlaganligini biz ko'ra olamiz. Endi shundoq ko'p kishilarning Hazrati Aysoning oldiga kelganligini, kelayotganligini kimlar bildi? Ya'ni parisiylar bildi. Bu parisiylar ya'ni Tavratni shu qadar ching tutib, Tavratga aslib, Tavratga shu qadar qizg'inlik bilan tirishadigan shu kishilar dedigan emasmi? Balki esinglarda bormi, Pavlos, elchi Pavlos bog'i, shu Pavlosmu shu parisiya qimidan ekanligini o'zi tunishtirgan. Shu Pavlos yozgan xat qarsanglar Pavlosning tarixiga oid, ya'ni kechmishiga oid mazmunlarni biz ko'ra olamiz. Shuning o'xshash parisiylar hozir vaziyatni kuzatayotgan emas. Bular Yahya payg'ambarning kishilarni suv cho'mildirishidan tortib, hatto Yahya payg'ambarning oldiga kelib sen qutqizish mas'ulmisan, nima kishilarni suv cho'mildirsan degan o'xshash mazmunlarni biz ko'rgan edik. Shu o'xshash parisiylar Yahya payg'ambarning suv cho'mildirishini, ya'ni vaziyatning o'zgarishini kuzatayotgan, endi Hazreti Aysoning oldiga shu qadar ko'p kishilarning eqib kelayotganligini ko'rib ham, ya'ni shu eqib kelayotganligini ham xabar topdi emasmi parisiylar. Dal shunday parisiylarning shu vaziyatni kuzatayotgan, shunday ahvolini bilgandan keyin Hazreti Ayso, ya'ni ularning xabardor bo'lganligini bilgandan keyin Hazreti Ayso Yahudiya o'lkasidan Jaliliyaga ketmoqchi bo'ladi. Ham dal shunday Jaliliyaga ketish uchun yo'l ustida Samariya o'lkasidan o'tishiga to'g'ri keldi deb bizga 4-oyatda Samariya o'lkasidan o'tishiga to'g'ri keldi deb yozildi. Endi bu yerda Samariya o'lkasi, ya'ni Samariyaga oid Instagramda menga yo'llagandim. Ya'ni bu Samariya deganimiz ya'ni Sulaymon podshohdan keyin İsraillar ikki podshohlikqa bo'lingan. Ya'ni Shimoliy Isroiliya va Janubiy Yahudiya deb ikki podshohlik bo'lingan edi. Bu Shimoliy Isroiliyada 10 qabila, Janubiy Yahudiyada bo'lsa 2 qabila. Endi bu o'rtada bir qabila, ya'ni Benyamin qabilasi Shimoliy Isroiliya kuchli bo'lgan vaqtida Shimoliy Isroiliya qatl qildi, Yahudiya kuchli bo'lganda Yahudiya qatl qildi. Endi o'rtadan bo'linib qoldi desam bo'ladi. Shunga ba'zan podshohlar qarsanglar, ba'zan yerlarda 2 podshohlik deb Yahudiya qildi, ba'zanlarda bir podshohlik, bir yarim podshohlik deb atalayalar bor. Shimoliy Isroiliyaning 10 yoki 11 podshohlik deydigan yerlar bor degan o'sha. Ham buningda qaymoqib qolmanglar. Ham deydiganimiz shu Sulaymon podshohdan keyin İsraillar ikki bo'lingan vaqtida Shimoliy Isroiliya va Janubiy Yahudiya deb ayrilgan emasmi? Endi Shimoliy Isroiliyaning zaminida bu podshohlar qismi qarsanglar bor. Bu ya'ni bu Samariya bo'lsa, shu Shimoliy podshohlikning keyingi vaqtlarda shu Shimoliy podshohlikning poytaxti bo'lgan joy dal shu Samariya paytaxt hisoblandi. Endi bu Samariya, ya'ni Shimoliy Isroiliya alayh bo'lgan vaqtida, ya'ni Asurlar tarafidan alayh bo'lgan vaqtida bu Asur podshohning bu Samariya yurgizgan siyosati nima desa, ya'ni Isroillarni, ya'ni Shimoliy Isroildagi Isroillarni shu Asurning boshqa o'lkalariga, boshqa joylariga, boshqa qishloqlar, boshqa millatlar bilan boshqa joylarga yo'tkib etib,
başqa millatlarni, başqa qabilalarni, başqa millatlarni bo'lsa, shu İsraillarning zaminiga yo'tkab, ya'ni ko'chirib keldi. Ham shunala bu İsrail ayollarni, ya'ni qizlarni bo'lsa, shu başqa millatlar bilan aslimasiya qilish uchun majburiy to'ylashtirish, ya'ni o'sha shunday siyosatni yurgizdi. Shunday qilib, qisqasi Shimoliy İsraillar bo'lsa, ya'ni shunday ko'p, ya'ni başqa qabila, başqa millatlar bilan aslimasiya bo'lgan deb turib, bu Yahudilarning, ya'ni Janubiy Yahudiyadagi Yahudilar bo'lsa, Shimoliy İsrailiyadagi İsraillarni bo'lsa, kofirlar deb ko'z ilmaydi degan mazmunlar dal mushadan kelib chiqqan. Endi bu Yahudilar degan ism qandoq kelib qolgan desa, bu Yahudilar deganimiz bu Janubiy Yahudiyami Babilon tarafidan alih bo'ldi emasmi? Keyin alih bo'lgan vaqtida bu Babilon, ya'ni biz Daniel payg'ambar, Azralan biz o'qigan. Shunga o'xshash shu Daniel payg'ambar model shu Babilon tarafidan, ya'ni Babilon podshohi tarafidan, ya'ni shu vaqtda, ya'ni bilimli kishilarni o'zining ordisiga ishlatgan emasmi? Dal shunday kishilarning biri Daniel payg'ambar emasmi? Dal shunga o'xshash Babilon podshohi ularni yo'tkab kelgan vaqtida dal shunday Yahudilarni boshqa qabilalardan, ya'ni o'zining zaminidagi boshqa qabila, boshqa millatlardan farqlantirish uchun ularni Yahudilar deb turib ism qo'ygan. Dal shundan boshlab Yahudilar degan ism, ya'ni Yahudilar deb atalish shundan boshlangan. Ya'ni nima demoqchi desa, dal shundoq Janubiy Yahudiyadagi Yahudilar bo'lsa, ya'ni bular keyin surgundan qaytib kelgan emasmi? Biz Azra, Nehemiya qismlarini, tarixlar qismlarini biz o'qigan vaqtimizda surgundan Yerusalim qaytib kelgan kishilarni biz shu vaqtdagi mazmunlarni biz o'qib chiqqan, o'shani ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Shunga bular Yahudilar o'zlari qaytib kelgan, ammo Shimoliy Isroildagi kishilar bo'lsa, ya'ni aslimasiya qavatgan deydi emasmi? Shunga Yahudilar Shimoliy Isroildagi kofirlar deb turib, ularni ko'z ilmaydigan, yaratmaydigan, hatto ularning insonligini, hayotini, turmush usullarini, mavjudligini, ya'ni hammasini inkor qildigan, shu qadar deymiz, dushmanga o'xshab shuna bir munoz, ya'ni ularni nopaklar, kofirlar deb turib, shuna ko'z ilmaydigan bo'lg'achqa bu Yahudilar Jaliliyaga bormoqchi bo'lsa, ya'ni biz qaraydigan bo'lsak, Instagram qarasanglar, hammalar muqaddas kitoblar qarasanglar, muqaddas kitobni oxiri qarasanglar xariti bor. Jaliliya ustida o'rtada Samariya o'lkasi bor, eng ostida Yahudiya o'lkasi bor. Endi bu Yahudiya o'lkasidan Jaliliya o'lkasiga bormoqchi bo'lsa, o'rtada Samariya o'lkasidan kesib o'tish kerak edi emasmi? Lekin Yahudilar bu Samariyaliklarni kofirlar, nopaklar deb turib ko'z ilmay, ularni yaratmaydigan bo'lg'achqa, ularning ziminidan dastlab o'ssak, bizmi nopak bo'lamiz deb turib, shu qadar ularni nopak degan emasmi? Shunga ularning ziminidan dastlab o'tmaslik uchun piqirab turib, shu deymiz, shu Samariya o'lkasining chegarasidan piqirab, ular yiroq yo'l yiroq bo'lsa-mu, Samariya o'lkasini hargiz kesib o'tmaymiz deb turib, piqirab shu Jaliliya o'lkasiga o'tadigan shunday bir Yahudilarning odatlari bor edi. Lekin Hazrat Isa bu yerda, endi bu 4-bob Hazrat Isaning Samariya o'lkasidan kesib o'tadigan mazmunni alayda bir kirgizadi. Buningdami biz alayda bir maqsadning, alayda bir bizga anqiratmoqchi bo'lgan, bildirmoqchi bo'lgan ideyaning borlig'ini biz ham bu yerda anqira olamiz. Masalan, biz o'qisak, hatto bu shogirdlarmi Hazrat Isoning Samariyalik ayol bilan paranglashayotganligini ko'rgan vaqtda ular mangdan qoldi emasmi? Ham muqaddas kitobni o'qisanglar, sizlar bu xil vaziyatni sizlar his qila olasizlar. Ya'ni Yahudilar bilan Samariyaliklarniki munosabatidagi bir orliqni, ularning bir-birini yaratma, ya'ni Yahudilarning Samariyaliklarni yaratmaydiganligiga oid mazmunlar yangi ayt kitobimizda ayt ko'p uchraydi. Masalan, Luqa bayon qilgan xush xabar 10-bob qaraydigan bo'lsak, mehribon Samariyalik to'g'risidagi tamsil degan mazmun bor. Bu mazmunni biz shunday Samariya haqidagi shunday bir ko'rinishlarni, orq ko'rinishlarni biz tushunib turib o'qisak, bizni ayt aniq tushuna olamiz. Ya'ni shuningdek bu Samariyaliklarga oid mazmunlarni biz yangi aytda yana ko'p uchrata olamiz. Ham hatto bu shu Samariyalik ayol vaqasidan keyin Matta Hazrat Isa Matta bayon qilgan xush xabar qarsanglar, ya'ni arish ko'tarilgan vaqtida shogirdlariga ninqan vaqtida sizlar butun Yahudiya
Samariya deb turib, Samariyani alayda tilga oldi. Ya'ni Samariyani atlab o'tib ketmanglar xo'sh xabar tarqatganda deb turib. Shuningdek, ya'ni Samariyaning shu vaqtdagi Yahudiylarning ko'z qarshidagi Samariya bo'lsa, kafirlar, ya'ni napahlar deb turib, ulardan o'zini chetga tortadigan, ularni ko'zga ilmaydigan, shunday bir munosabat, shunday bir qarashning Yahudiylarda borligini biz tushuna olamiz desam bo'ladi. Shuning uchun ular, ya'ni Yahudiylar Samariya o'lkasidan dasab o'tishni, kesib o'tishni ham napahlik deb turib, ya'ni napah yo'limiz deb turib, shunga u yerdan ham kesib o'tmaydi. Ko'pincha Yahudiylar kesib o'tmaydiganligini biz bu orqali o'ylab o'talaymiz. Lekin hozirda Iso bo'lsa, Jaliliyaga qaytish yo'lida bo'lsa, Samariyadan kesib o'tganligini biz ko'ra olamiz. Xo'sh, biz davomini ko'rsak, unda hozirda Iso bo'lsa, ya'ni hozirda Iso Yahudiyadan o'tib, ya'ni Yahudiya o'lkasidan chiqib, yo'l minib, shu Samariyaning Sihar degan kelgan vaqtida, bular safar charchaganligi uchun bu yerda mushada damagan vaqtida yuz bergan voqeadan Samariyalik ayolning voqeasi. Endi biz bu ya'ni Sihar degan yerni biroz tushuntirib bu yerda, ya'ni Sihar degan burungi zamonda Yaqub o'z o'g'li Yusufga miros qilgan joy deb turib, bu yerda ham Yaqub qudug'i bo'lgan joy ekanligini tushuntirdi. Ya'ni bu Sihar deganimiz biz olamning yaratilishida ko'rib o'tgan Shekem degan joy bor edi. Ya'ni Yaqub tog'asi Labanning uyidan chiqib, ya'ni shu Shekem degan yerda turgan, ya'ni Shekemdan zimin setib olgan emas, balki Shekem bilan Dina voqeasi yuz bergan joy. Ya'ni shu Shekem degan ziminni setib olgan. Dal shu Shekem degan joy bo'lgan joy dal shu Sihar degan shu yezining ichida, ya'ni shu yezida Shekem ekanligini, Shekem borligini biz ko'ra olamiz. Ham bu yerga bo'lsa Yusuf dafn qilindi. Ya'ni biz Misrdan chiqishni oxiri qaraydigan bo'lsak, Yusuf garchi Misrda vafot bo'lgan bilan uning so'nglarini, ya'ni Misrdan chiqqanda, ya'ni Musa boshlig'ida, Musa payg'ambar boshchiligida Isroillar Misrdan chiqqan vaqtida Yusufning so'nglarini olib emasmi? Dal shu Yusufni dafn qilgan joy bo'lsa, dal shu Sihar. Ya'ni shu Sihar degan joyga Yusuf dafn qilingan joy hisoblandi. Ya'ni demakchi bu Sihar degan yer, bu Sihar degan joy tarixiy arx ko'rinishi, ya'ni tarixiy ahamiyatga ega, tarix jihatdan oid qimmatli ma'nolarni bildiradigan shu qadar muhim bo'lgan joy deb turib, bizga shuni bildirish uchun bu yerda Sihar degan yezida Yaqub qudug'i borligini, Yusufga miros qilgan joy, ya'ni joyga yaqin ekanligini deb turib tasvirlayotganligini biz bu yerda tushuna olamiz. Ya'ni Sihar degan joyning Samariyaliklarga qandaq ma'no bildirganligini, qandaq ahamiyatga ega ekanligini bizga tushuntirish uchun, ya'ni bizni shuni anqarab turib, mazmunga diqqat qilinglar deganga o'xshash shuni bizga oldin deb o'tayotgan mazmun ekanligini biz bu yerda anqara olamiz. Xo'sh, biz davomini ko'rsak, hozirda esa dal mushundaq Yaqub qudug'i degan quduq shu yerda deydi odam. Dal mushundaq mushu quduqqa hozirda esa safarda charchaganligi uchun, ya'ni shogirdlari bilan mushu quduqni yana kelib to'xtagan vaqt ekanligini. Ham bu vaqtda bo'lsa, shogirdlar bo'lsa shu Sihariyasining markaziga kirib, ya'ni bozoriga kirib, yemaklik setib olish uchun kirib ketganligini, ham bu vaqt bo'lsa dal shu vaqt ekanligini bizga ham tasvirlaydi. Ya'ni hozirda Iso bilan shogirdlarning bu Yaqub qudug'i degan o'xshash Sihariya yesidagi shu quduqning yana kelgan vaqti bo'lsa dal shu vaqt ekanligini. Ham bu vaqtda hozirda Iso bilan bularning charchaganligini, ya'ni safarda uzun safar, yo'l safari mengib yurib charchaganlikdan shu quduqqa kelganligini. Dal shu vaqtda, ya'ni shu vaqtda bo'lg'achqa shogirdlar bo'lsa yemaklik setib olish uchun bu Sihariyasining markaziga, ya'ni bozor ichiga kirib yemaklik setib olishga ketganligini. Ya'ni hozirda Iso o'zining yog'iz dal shu quduq ustida qolgan vaqtida, ya'ni shu vaqtida hozirda Iso o'zi yog'iz quduq ustida qolgan vaqtida yuz bergan ish bo'lsa dal Samariyalik ayol bilan bo'lgan mazmun ekanligini bizga oldin tasvirlab beryotdi. Ya'ni bu mushadagi mazmunda birsida hozirda Iso safarda charchaganligi uchun deb turib, ya'ni hozirda Iso ning tan sifatida, ya'ni insonning tini sifatida dunyoga kelganligiga oid mazmunni Yohanna bayon qilgan xo'shxabar 1-bobdan oid biz tushunishlik o'rganib o'tgan edik. Nima uchun inson tinida kelish kerakligini. Ham bu yerda inson tinida kelgan hozirda Isoning bizga o'xshashlam charchaydigan, ya'ni safarda charchaganlar, ya'ni bizga o'xshash charchaydigan, bizga o'xshash og'riydigan, bizga o'xshash har xil his qiladigan,
insoniylik xususiyatini, ya'ni insoniylik nimasini bu yerda bizga tasvirlab berayotgan mazmunlarmi muqaddas kitobimizda jihatlarda chiqadi. Ya'ni biz bu Hazrat Isoning insoniylik tarifi orqali biz nimalarni his qila olamiz desa, e'tiqod jarayonida, ya'ni biz e'tiqodimiz jarayonida, e'tiqod yo'limiz biz deymiz biz dunyoga mansub emas, ya'ni yer yuziga mansub emas deb muqaddas kitobdan bizga deydi. Shuningdek biz yer yuzidagi insonlar qo'g'lishib mangayotgan, insonlar orzu qiladigan, insonlar istaydigan, insonlarning xohishidagi shu xohishlar, insonlar qo'g'lishib mangayotgan shunday bir davrning alayliklari, ya'ni davr yo'nalishlari bo'lsin, insonlarning yer yuziga xos qarashlari bo'lsin, insonlarning yer yuzi orqali, ya'ni insonlarning madaniyat, tarix jihatlardan keltirib chiqqan ularning qimmat qarashlari bo'lsin, dunyo qarashlari bo'lsin. Biz bo'lsak ularning, ya'ni insonlarning dunyo qarashlari, qimmat qarashlari, ularning shunday bir qo'g'lishlariga ergishmaydiganlar emas. Biz faqat haqiqatga qarab, haqiqatni tutib, haqiqatga ergishmaydiganlar. Ya'ni yer yuzidagi insonlarning iqimiga qarshi mangadiganlar. Biz bo'lsak haqiqatga ergishmaydiganlar emasmi? Dal mushundaq e'tiqodimiz bilan, haqiqat bilan ching turib yashaymiz desak, yer yuzidagi bu yo'limiz nihoyatda Hazrat Iso deydimiz, erishishga degan yo'l nihoyatda tar yo'lda menglar deganga o'xshash. Bu tar yo'l deganimiz dal shu insonlar iqimiga qarab emas, balki haqiqat yo'ldalar menglar deganidek. Shunga biz haqiqatni bilan ching turib har kun, har vaqt biz haqiqat bilan turib muqaddas ruhning yetakishida shuna yashaymiz deydiganmiz. Biz hayotimizda balkim nihoyatda bir jaboliq yo'l deb his qilishimiz mumkin va yoki nihoyatda bir qiyin yo'l deb his qilishimiz mumkin. Ba'zan haqiqatan butun dunyo qarshi mangayotgandek his qilishimiz mumkin. Hatto ba'zanda shu qadar erib, charchab shunday his qilishimiz mumkin. Hatto biz hayotimiz yuz bergan ba'zan ishlarni biz qanday qabul qilishimizni, ular qanday qarashimizni, shunday qilgan qiyin holatlarga yuzlangan vaqtimizda, duchor kelgan vaqtlarimizda ham biz nurg'un o'ylarga, nurg'un xiyollarga tushishimiz mumkin. Lekin har qanday ahvol ostimizda, har qanday qiyinchiliklar duch kelgan vaqtimizda, har qanday ig'irchiliklarga dunyo bizga shu qadar qarshi, shu qadar tor kelyapti deb, shu qadar yolg'iz va yoki shu qadar arg'in esqonlarimiz bo'lsin, Hazrat Iso dal shunday inson tenida kelgan Hazrat Iso dal bizning shu insoniylik cheklimlarimizni, insonlik bir deymiz kamchiliklarimiz olsun, insonlik ojizliklarimiz olsun, insonlik his tuyg'ularimiz bo'lsin, insonlik arg'anliqlarimiz bo'lsin, shularni to'liq his qila oladigan, bizga his qiluvchi ekanligini biz ham his qila olamiz. Biz endi Xudoga ishondik deb turib, qilsak biz Xudoga ishonganligimiz uchun, Hazrat Iso ishonganligimiz uchun biz darhol bemalol mukammal bo'lib ketgan inson emas. Bizda ojizlik bor, bizda yana gunohkor tabiatimizning, ya'ni asli tabiatimiz gunohkor tabiat bo'lg'achqa, bu gunohkor tabiatni har vaqt, har kun anqarab turib Xudoning ro'yi bilan, Xudoning so'zi bilan isloh qilishimiz to'g'ri keldi degandek. Dal shunday vaqtlarda arg'iliq esqonlarimizda, o'zimiz ojiz esqonlarimizda, badanimizdagi, o'zimizning tenimizdagi shunday bir cheklimliklarni, o'zimizning his tuyg'ularimizdagi cheklimliklarni shunday his qilgan vaqtlarimizda o'zimiz hargiz tushkunlashmasdan, ham bizning ahvollarimiz, sharoitlarimizda, bizning shu qiyinchilik ahvollarimizda hargiz umidsizlanmasdan. Ya'ni bizning hozirgi ahvolimizda bo'lsin, biz shunday vatanga qaytamagan yoki chatlarda sargardan surgun bo'lib biz yashayotgan shunday vaqtlarimizda bizning nurg'un normal insonlardek yashayotgan emas biz. Ya'ni normal insonlarning yashayotgan barliq sharoiti bizda yo'q, shu muhitlar bizda yo'q. Bizda nurg'un insonlar bir hassa kuchsa, biz 10 hassa kuchib, 10 hassa tirishchanlik bildirib, tirishchanlik ko'z tutish orqali biz yashab o'zimizning hayotimizni qandaydigan bo'lishimiz mumkin. Shunday bo'lsa-mu biz bunday ahvollarda, bunday sharoitlarimizda, bizning ahvollarimizda, bizning barliq his tuyg'ularimizda hargiz tushkunlashmay, umidsizlanmasdan, ruhsizlanmasdan, balki shunday vaqtlarda bizning barliq shunday his tuyg'ularimizga insoniylik ta'ndi kelgan, ya'ni inson tenida kelgan Hazrat Isoning bizga eslash qiluvchi ekanligini, bizning shu ahvolimizni, bizning shu eng tuan chegirdagi, shu eng tushkun, eng umidsiz ahvollarimiz ostidami Hazrat Isoning biz bilan billa bizni har vaqt bizning shu tuyg'ularimizga, bizning shu ahvollarimizga eslash qilib, bizni qanday shu ahvoldan qutulib chiqishga,
qodir ekanligini, bizni qanday shu ahvollardan bizning bilan birga bo'lib, bizning bilan hamdo'st bo'lib, safardosh bo'lib shu ahvollarimizda, shu bizning holatlarimizda bizning bilan birga shu ahvollardan chiqarishni bilguchi, shu ahvollardan bizni yetaklanishni bilguchi, shu ahvollardan bizni bizga yaxshi bo'lgan shu yo'lga yetaklovchi ekanligini dal Hazrat Aysoning dal shunday insoniylik tabiatini bizga tasvirlagan joylardan biz his qila olamiz. Dal shunday, ya'ni bu Hazrat Ayso safari charchaganligi uchun degan mazmun orqali biz shunday mazmunlarni o'ylab o'talaymiz demakchi. Xo'sh, biz davomiga o'taylik. Ya'ni shu vaqtida endi bu samariylik ayol dal shu quduqqa suvga keldiganligini bu yerda tasvirlaydi. Endi bu samariylik ayolning dal shu chinqi shu vaqtida quduqqa suvga kelishini ko'pincha mayli pastorlar bo'lsin, mayli ilahshunoslar bo'lsin, buni qanday tasvirlaydi desa, biz oxiri qaraymiz, ya'ni 4-bob 17-19 oyatlar qaraymiz, ya'ni 20 yo'q, ya'ni desa, Hazrat Ayso 5 erga tekkan edingiz, hozir siz bilan yashayotgan odammi eringiz olmaydi degan mazmun bor emasmi? Shunga buni ko'pincha ta'limlarda balkim anglasanglar, bu ayolni fohishdek tasvirlab turib tushuntirganlar ko'parak. Lekin bu yerda biz bu ayolni fohishmi yoki haqiqatan 4 erga tegib tekkan bo'lsa-mu, lekin hozirgachalik o'ziga ega chiqadigan, o'ziga mas'ul bo'lgan, o'ziga haqiqiy bir oilalik bir, ya'ni oila bir haqiqiy bir bosh bo'lgan, shuna bir oilani quramagan bir ayolmi, biz buni aniq bir nima deyolmaymiz. Cho'qim bu fohishgan deb buni tasvirlab turib ko'rsak, nurg'un mazmunlarni biz qochirib qo'yishimiz mumkin. Ham qisqasi shu samariylik ayol shu vaqtida dal bu shu vaqtida bu yerga suvga chiqqan vaqt bo'ldi. Dal shu samariylik ayol suvga chiqqan vaqtida Hazrat Ayso samariylik ayoldan endi suv so'raydi emasmi? Endi quduqdan suv tortish uchun arg'amcha, chelak bo'lish kerak emasmi? Shuning uchun bular Hazrat Ayso va shogirdlari bo'lsa o'zining endi arg'amcha va chelak tortib ko'tarib yurmagan bo'lg'achqa samariylik ayoldan endi azroq suv bersingiz deb endi suv so'raydi. Shunga samariylik ayol hayron qoldi. Ya'ni Yahudilarning samariyliklarni kofirlab, hatto ularning chin qachilarini ishlatmaydiganligini bildigan ayol deb 9-oyatda tasvirlaydi. Biz bayam dedik, Yahudilar samariyliklarni kofir deydi, ko'zga ilmaydi. Ularning butun hayotini, ularning turmush usullarini hatto shunday xalqi ko'zga ilmay turib çerki qaqıdığanlar da Yahudilar idi. Şunu bu samariylikler bildi Yahudilarning o'zini shuna deb qaraydiganligini. Şunu lekin bu yerda bir Yahudiyadan kelgan Yahudi bo'lib tug'ilgan Hazrat Ayso bu samariylik ayoldan suv so'raganligi uchun bu ayol o'zim hayron qoldi. Bu Yahudilar bizning chelaklarimizni paskana napay deb turib chelaklarimizni ishlatmaydigan, bizning nasrimizni tutmaydigan, hatto yo'limizdan o'tmaydiganlar deb mendan suv so'rab qopti deb turib samariylik ayol shuna hayron qolib Hazrat Aysodan so'raydi emasmi? O'zingiz Yahudi turib, mendek samariylik ayoldan qandoqlarcha suv talab qilib qoldingiz deb. Hozir endi biz hozirgi davrimiz, biz yashayotgan bu davrlar bo'lsin, asosan boshqa millatlarga, boshqa nimalar bo'lgan halqi chek-chegaramizni ochib etib, bizni ayta aralashib, inoq o'talaymiz. Lekin biz bularning mazmunini tushunish uchun, ya'ni bu samariylik ayol bilan Hazrat Aysoning shu mazmunini tushunish uchun biz o'zimizning bir nimamizni bir eslab o'tsak, masalan, musulmonlar boshqa nimalarning tamoqxonalariga kirib, masalan, biz vatandan chiqqanlarni aniq bilamiz. Vatanda Uyg'urlarning oshxonasi bor. Ishkilariga barqasaqmi, halol degan oshxonaga kiradi, shunaqmi? Ya'ni Xitoylar ko'proq yashaydigan joylarga kirqasa, Xitoylarning oshxonasi harigiz kirmaydi. Ya'ni biroz albatta halol emas deydi, ya'ni halol deganimiz shu napak degan gap-ku. Shuningga o'xshash Xitoylarning nasriga tegmaydi degan so'z. Biz kichik vaqtlardami Xitoylarning etizidan chiqqan yemaklik mahsulotlar bor emasmi? Shularni biz hatto yemaydik. Ya'ni yegizmaydi deydilar. Uni yesanglar bo'lmaydi debchi. Ya'ni qisqasi nima desa, dal shundaq, ya'ni bu Yahudilar bilan bu samariyliklar orasida, ya'ni shundaq bir farq, ya'ni bularning nasrini samariyliklarga bo'lsa napak deb turib, ya'ni biz aniq tushunadigan tushuncha bo'lgan halol harom masalasi bo'yicha tushunib tushuntirsam sizlarga, dal shundaq harom deb turib, ularning har qanday narsaga tegmaydigan Yahudilar.
Шуңа Самарилік аялмы өзімі айран қалған алатта әзірді Исадың өзіңіз яхады тұрып мәндек аялдың ені, мәндек Самарилік аялдың. Самарилік болған мәндің қандалачы су тәләп қып қалдың деп мүшінақ сорайды. Дәл шу вақытта әзірді Иса бәген жауап болса, әгер сіз Құданың соғытының немелікіні ve sizden usuluk sorgan kişinin kim ikkenligini bilsiniz idi. Onda siz onundan şunu tilettiniz de o sizge hayatlık suyun bir ettiydi. Yani biz yeni ayette olsun, biz mukaddes kitap okuyan vaktimizde Hazreti İsa'nın köpinci vakitler yani başkalarının sorgan suallarına belki cevabı qaraydıqımızda aldın qatım Nikodim bilen boğan sualdı mı yani mezmundu mu şundaqdı Nikodim siz Xuda evetken bir ustaz ekanligingiz uchun bilaman. Xudo bilan bilib bo'lmagan odam siz ko'rsatgan bu karomat mo'jizani ko'rsatmaydi desa, Hazrat Iso turiblam bilib qo'yingki, hech kim qaytadan to'ralmagach Xudoning podshohligini ko'rolmaydi. Ya'ni u odamning so'zlagan savoli bilan hech qanday munosabatsizga o'xshash bir javoblarni Hazrat Isoning qilganligini ko'ra olamiz. Bugungi mazmundimiz Samarilik ayolnikidimi? Samarilik ayol o'zingiz Yahudiy turib, menda Samarilikdan qanday suv talab qilib qoldingiz desa, Hazrat Iso agar siz yani Xudoning so'g'itining nimaligini, yani Xudoning so'g'itining nimaligini bilsangiz edi deb turib, bu yerda Xudoning so'g'it haqida so'zlaydi. Hamda mening kim ekanligimni bilsangiz edingiz, siz meningdan shuni tilaytdingiz. Yani men sizga hayotlik suyun beratdim deb turib, bunday javob berdi. Biroz cho'nqurroq tushunmasak, bu ishki mazmun, yani oldidagi savol bilan bu javobning qanday bog'lanishi bordi deb balki o'ylab qolganlar ko'proq bo'lishi mumkin demoqchida. Shuning qisqasi bizmi ko'rib boqaylik Hazrat Isoning javobi. Agar siz Xudoning so'g'itining nima ekanligini, bu yerda Xudoning so'g'itiga oid mazmun chiqadi. Bizmi o'ylab boqsak, ana biz Xudoning so'g'iti nimadir? Biz Yohanna bayon qilgan qo'shiqlarni hozirgacha ko'rib etdik. Unda bo'lsa, mushu mazmunlar orqali biz bu yerda Hazrat Isoning demoqchi bo'lgan Xudoning so'g'iti degan qanday so'g'atdi degan narsani biz avval o'ylab chiqishimiz to'g'ri keldi. Unda biz Xudoning so'g'iti, ya'ni Xudoning hadisi, ya'ni insonlarga avatgan Xudoning so'g'isi, hadisi, iltifoti nimadir degan oyat mazmun emasmi? Biz qilamiz Yohanna bayon qilgan qo'shiqlarda Xudo insonlarni qutqizish uchun o'zining o'g'lini yaratdi. Ya'ni gunohkor bo'lgan insonlarning gunohidan ozod bo'lish uchun, ularni ozod qilish uchun qurbon bo'lishga o'z o'g'lini yaratib berdi. Degandek mazmunlar qutqizuvchi, qurbonlik qo'zisi, gunohkorlarni qutqizishga avatgini degan o'xshash shunday Xudoning so'g'iti degan biz Yohanna bayon qilgan xo'sh xabar orqali dal Xudoning o'z o'g'lini insonlar uchun qurbonlik qilishga avatgan so'g'isi ekanligini, ya'ni Xudoning o'g'li ekanligini va Xudoning o'g'li orqali insonlarga bermoqchi bo'lgan mangulik hayotlik ekanligini biz bu yerda aniqlaymiz. Chunki 3-bobda mangulik hayotlikqa oid mazmunlar bor. Mangulik hayotga oid mazmunlarga oid ko'p uchraydi va 1-bobda asosan biz 1-bobni so'zlagan vaqtimiz nihoyat uzun so'zlagan. Shu vaqtda 1-bobdagi mazmunlar barcha mazmunlarni yig'inchoqlab bergan muqaddima qismi deb turib biz shuni degan edik emasmi? Shunga o'xshash biz bu yerda Xudoning so'g'itining, dal Xudoning o'zining o'g'lini gunohkor insonlar uchun qurbon qilishga, ya'ni gunohkor insonlarni ozod qilishga avatgan so'g'iti bo'lsa, dal Xudoning o'g'li ekanligini va o'g'li orqali insonlarga bermoqchi bo'lgan mangulik hayotlik ekanligini biz bu yerda tasavvur qila olamiz. Hamdal oxirida va sizdan usullik so'rgan kishining kim ekanligini bilsangiz edi. Ya'ni so'rgan kishi kim? Sizden usulü soran kişi kim ekanligini bilsiniz, tanısınız degandek dal shu Xudoning so'g'iti bo'lgan mangulik hayotlikqa ega qildigan dal shu Xudoning o'g'lining kim ekanligini, ya'ni sizden usulü soran kişi dal shu Xudoning so'g'iti, ya'ni mangulik hayotlikqa Xudo bermoqchi bo'lgan mangulik hayotlikqa erishtirgan dal insonlarning shu gunohidan ozod qilishga Xudo avatgan dal shu o'g'li men bilmayman degan o'xshash dal shu sizdan usul so'rgan kishining kim ekanligini tanısınız degan shu savolidan shunday mazmunlarni biz bila olamiz. Shunga oxirida undaqda siz
onundan şunu dileydiniz. Yani Xudan soğudan nimeligini bilsiniz ve siz onda usulü soran kişinin kim ekanligini bilsiniz, siz onundan şunu dileydiniz ve umu sizge hayatlık suyun biretdi deydi emasmi? Şuna Xudanın soğudu bulan мәңгүлік hayatlıqni, insanlar bemişen мәңгүлік hayatlıqni bilsiniz. Yani şu мәңгүлік hayatlıqı eriştirdiğin, dәл şu Xudanın soğudu bulan oğlunu tunusunuz, oğlu bulan meni tunusunuz, siz dәл meningdan, ekşi meningdan soraydınız deyen gapda bu. Ve men bu sizge hayatlık suyun biretdi deyen o'xshash bir javob. Endi bu yerda hayatlık suyu, yani men umu sizge hayatlık suyun biretdi deyeniki bu yerdagi hayatlık suyu deyen nemini bildirdigandu. Debmi bir qatim o'ylab chiqishimiz mumkin. Dal mushu hayatlık suyuga oid mazmunni mushu Yuhanna bayon qilgan xush xabardilam 7-bab 37-39 oyatlar qaraydigan bo'lsak, kimni kim ussam mening yenim kelib ishsin, chunki muqaddas yozmalarda menga e'tiqod qilganlar haqida ularning ko'nglidan hayotlik suyuning daryolari eqib chiqadi deb yozilgan deb 37-38 oyati bor. Ham shunala u bu so'zni o'zi e'tiqod qilganlarga ato qilingan Xudoning muqaddas ruhiga qartilgan edi deb. Yani bu yerda hayotlik suyu degani muqaddas ruh ekanligini bu yerda tushuntiryapti. Shunga bu yerda muqaddas ruh deb turib, yani oldingi babda Nikodim bilan qilgan vaqtda qaytadan törleşni biz nima degandik? Suv ham ruhdan degan edik emasmi? Yani Xudoning ruhidan törlesh degandik. Shunga bu yerda Hazrat Aysamo bu yerda yani мәңгүлік hayotlikka erishish uchun, yani Xudoning so'g'di bo'lgan o'g'lini e'tirof qilgan, e'tiqod qilganlarga, Hazrat Ayso e'tiqod qilganlarga мәңгүлік hayotlik berildi deb turib izchil da'vatgan edik. Ham shuningdek Xudoning muqaddas ruhini ularga ato qilganligini mazmunlar, muqaddas ruhga oid mazmunlar oldimizda taq chiqadi. Dal shu, yani muqaddas ruhni yangidan hayotlik, yani qaytadan turaldirgan, dal shu мәңгүлік hayotlikka erishtiradigan, yetaklaydigan dal shu muqaddas ruhni umi sizga beratdi degan ma'noda, umi sizga dal shu hayotlik suyun beratdi degan mazmunning mishada da'vatganligini biz ko'ra olamiz. Davomga kelsak, xo'sh, bu ayol Hazrat Aysoning shu javobiga nisbatan quduq cho'nqir tursa, suv tatidan asboblaringiz yo'q tursa, hayotlik suyun nerdan topa olasiz deb. Yani bu ayol shu ahvol bo'yicha javob berdi-da. Yani chiligingiz yo'q yoki ag'amchingiz, yani suv tatidan shu asboblaringiz bo'lmasa, quduq cho'nqir tursa, suvni menga qanday topa olasiz, nerdan bera olasiz deb turib bunda javob bergan bo'lsa, yana bir jihatdan bu quduqni ajdodimiz Yaqub qo'llagan. Onundan o'zi va o'g'illari malvaralarim suv ichgan. Acaba siz bu suvdimi yaxshi suv beraman deb o'zingizni ajdodimiz Yaqubdan ulug' demoqchimi deb bundaq bir savol so'raydi. Bu ayol nemishqa quduqni, yani Yaqubning qudug'i ekanligini bu yerda ta'kidlaydi degani biz avval biroz degan edik. Endi Samariyaliklar biz dedik Yahudilar Samariyaliklar kafir deb ularni e'tirof qilmay, ularning yaratmay, ularning insonligini, hayotini, turmush usullarini ko'zga ilmaydiganligini, mavjudligini inkor qilganligini biz Yahudilar, ya'ni Samariyaliklar inkor qilganligini, ularni Xudoning xalqi emas, faqat o'zlari Xudoning xalqi deb turib, ularni kafir deb turib shuna deydiganligini biz bayam deb o'tdik. Ya'ni biz tasavvur qila olamiz sen bo'ldi. Dal shuningdek Xudoning xalqi bo'lgan bu İsraillarni Yahudilar bo'lsa inkor qildi. Ammo bu İsraillar, ya'ni Samariyaliklar bo'lsa o'zlarini yenilam Xudoga itoat, ya'ni Xudoga ibodat qilamiz deb turib o'zlarining yenilam shu Xudoning farzand, ya'ni Xudoning xalqi tanlavag'ini deb turib tarixdagi, ya'ni shu 12 qabila bo'yicha shu 12 qabillik shu qarishi bilan bular Samariyaliklar, ya'ni İsraillar o'zlarini dal shu Xudo ularni Misrdan elib chiqqan, qulluqdan elib chiqqan, mushu zaminga qanozimini boshlab kirgan Xudoning xalqi deb turib bular o'zlarini yenilam Xudoning xalqi deb e'tirof qildi. Ammo Yahudilar bo'lsa bularni Xudoning xalqi emas, ular bo'lsa kafir deb inkor qildi emasmi? Shuning bilan bular Samariyaliklar bo'lsin, mayli İsraillar bo'lsin, o'zlarining dal shu tarixiy bilan tarixiy jarayonlar, tarixiy paketlar bilan o'zlarini dal Xudoning farzandi, ya'ni Xudoning tanlagan xalqi, Xudoning xalqi ekanligini bular o'zlarini, ya'ni o'zining Xudoning xalqi ekanligini bizga paketlab beradigan, bularga isbotlab beradigan dal bularning zimindagi tarixiy voqealar yuz bergan ishlar emasmi? Shunga bular Yaqubning quduqi, Yaqubning nimasi zimini degan o'xshash bizning ajdodimiz Yaqub deb turib, ajdodimiz Yaqub degan gapni ko'p tilga oldi.
Hem bu Yakup'un kuduqi, Yakup ko'llagan degan o'xshash. Masalan, buni biz tushunish tez emas. Masalan, biz islomdagi vaqtimizda mencha bundaq qarashlar bizim ko'paydi. Masalan, Makkaga berib, nimaga berib, haj qilib kelsa gunohlari pak bo'ldi deganlar va masalan, zamzam suvi ichsa, zamzam suvining shifoligi deb kelib gunohlardan paklaydi, kasallardan davolaydi degan o'xshash nurg'un qarashlar, ya'ni nurg'un ana shundaq xurafiy qarashlar bo'lsin yoki ilohiy jihatdan tushunolmas, ya'ni Xudoning haqiqatini tushunmasdan shunday bir xato holatda tushunib olgan tushunchalar bizda ham ko'paydi. Bundaqlar emas, biz insoniyat tarixiga va insonlarning hozirgi ahvoliga qaraydigan hisob solgan bo'lsakmi, nurg'un narsalarga, nurg'un narsalarni muqaddas narsa deb turib cho'qindigan ahvol nihoyat ko'p. Sizlarmi balkim atrofingizga qaraydigan misollarni aytib ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, biz kitob bo'yicha muqaddas kitob tillarni tilga olgan bo'lsak, biz oldingi qatim ikkinchi boblarda Hazrat Iso deydi, ya'ni tushdan yasalgan yilon Musa payg'ambar davrida inson, ya'ni cho'lda yurayotganlar qutulish uchun limdigiz ko'tarilgandek, men shunday ko'tarilishim kerak degan vaqtda tushdan yasalgan yilonga ayt mazmun chiqqan emasmi? Dal shu yilonni keyin bularga qanasimi kirgan deb bilib kirgan vaqtidami, keyin bu tushdan yasalgan yilonga cho'qindiganlar buni ilohlashtirib etadiganlarni aytib ko'p chiqqan. Ya'ni shuning o'xshash, ya'ni nima deymiz, o'shuna yasalgan narsalarni, ya'ni buni biz butparastlik deymizmi? Yasalgan narsalarni kimning narsasi, kimning assi, kimning qachisi deb kelib shularni muqaddaslashtirib, ilohlashtirib, shularni cho'qindigan, shularga qarasa bir xil ilohiy bir mavjudlik bo'ldigan o'xshash, ilohiy bir sihriy kuch paydo bo'ldigan o'xshash, shunday bir cho'qindigan ahvollar, ishlar hozir ham ham dunyo bizning turmushimizda atrofimizda aytib ko'p bo'lishi mumkin. Ya'ni nima demoqchi desa, bu vaqtda bu samariyliklarmi dal shunga o'xshash Yaqubning quduqi deb turib, bu quduqni albatta bir tarafdan tarix jihatdan o'zining kimligini, salohiyatini pokit holatda isbotlab bera oladigan bir pakit tüpüde kögen bolsun hem bir jihatdan quduqi bo'lgan bir xil muqaddas deb turib, ulug' deb turib, ya'ni bu yerda ajdodimiz Yaqubdan ulug' demoqchiman. Ya'ni bu sudimni yaxshi suv beraman deb deyapman-da. Shunga o'xshash bu suvni, ya'ni bu quduqni shunday bir ulug'lashtirgan, cho'qindigan, shunday bir ibodatning bir xil shakli, nima deymiz, shunday bir cho'qinishning bir shakli qilib olgan, shunday bir holatni biz ham bu yerda borlig'ini biz bila olamiz. Masalan, bayam degan o'xshash biz zamzam suyini musulmonlar shunday qaraganga o'xshash. Bularmi Yaqub quduğunun suyini yaxshi, shifoliq deb turib, başına bir cho'qinish xarakterida qilganligini biz bu yerda tasvirlay olamiz. Dal shu vaqtda Hazrat Iso bunday javob berdi. Ya'ni bu suni ishkallar yana ussaydi. Ya'ni bu odatdagi suv o'xshash bu suni ishkallar yana ussaydi. Ammo men beradigan suni ishkallar mangu sumaydigan berdi. Men beradigan suv ishkan kishilarning qalbida etilib chiqadigan bir buloqqa aylanib, ularga mangulik hayotlik beradi deb. Biz bayam dedigimiz Xudoning so'g'itini mangulik hayotlik. Tabi ham shunaqla bu suv so'rgan kishi bo'lsa, ya'ni Xudoning so'g'isining, ya'ni Xudoning o'g'li bo'lib, dal shu gunohlardan ozod qilib, ular mangulik erishtirguchi ekanligini degan emas. Shuningdek, men bergan suvni ichadiganlar, ya'ni biz bayam hayotlik suyini muqaddas ruh dedik. Dal shuningdek Hazrat Iso orqali erishadigan muqaddas ruh bo'lsa, kishilarning qalbida etilib chiqadigan bir buloqqa aylanib, ular mangulik hayotlikka erishtirganlar. Ya'ni muqaddas ruh bo'lsa, kishilarni mangulik hayotlikka erishtirganligini bu yerda ta'kidlayotdi. Bunun gayet mezmununu biz yani Rimliklar yazılan xat 8. bab 13. ayet qaraydigan bo'lsam shu joyda yani gunohkor tabiatinglar bo'ysunib yashasanglar mangulik alayh bo'lasizlar. Lekin muqaddas ruh tayinib gunohkor tabiatinglar arzu qilgan gunohdan qo'l utsanglar mangulik hayotga erishsizlar degan o'xshash mazmun bor. Yani nima demoqchi desa, dal shu Hazrat Iso bizga ato qilmoqchigan mangulik hayotlikni bo'lsa, dal shundoq muqaddas ruh orqali Hazrat Iso orqali erishgan shu muqaddas ruh orqali biz muqaddas ruhning bizni kunda har kun hayotimizni, bizning o'y fikrlarimizni, bizni isloh qilish orqali Xudoning so'zi bilan bizni yengilab, bizni har kun Xudoning so'zi orqali yangidan Türelgen insanga o'xshash yangi bir qarash, ya'ni Xudoning so'zi bilan bo'lgan qarash, Xudoning so'zi bilan tunish, Xudoning so'zi bilan dunyoga qanday qarashni, Xudoning so'zi bilan dunyoni qanday tushunishni, Xudoning so'zi bilan hayotimizga qanday qarashni, Xudoning so'zi bilan hayotimizga ishlarni qanday tushunishni, shularni bizga o'rgatib, bizning o'y fikrlarimizni isloh qilib, yengilab, Xudoning so'zi bilan qarashni bizga o'rgatib turib, bizni bo'lsa dal shu mangulik hayotlikka yetaklab, har kun hayotimizni shuna
yangidan türelganlarcha yashaydigan Xudoning hayot, ya'ni mangu bizga taqalan mangulik hayotlikqa erishtirguchining yetaklig'ining dal muqaddas ruh ekanligini bu yerda ta'vatdi. Dal bugungi mazmunda yana 13-oyatda yana Hazrat Aysoning demoqchi bo'lgan men bergan sun ishkalama, ya'ni men bergan hayotlik, ya'ni muqaddas ruhni ato qildigan deydi emasmi shu sun ishkala, ya'ni muqaddas ruhni ishkalla. Muqaddas ruh bo'lsa, ularning qalbida etilib chiqqan bir buloqqa o'xshash aylanib, bir buloqqa aylanib, ya'ni muqaddas ruh ularni, ya'ni suning manbasiga o'xshash, hayotlikning manbasiga o'xshash, ularni yangi hayotlikqa erishtirganligini bu yerda alohida deydi. Şuna 15-oyda bo'lsa taqsir, menga bu suvdan bagaysiz. Shu suv bilan tashnoliqimni qondirib, quduq ishkinchi kelmaydan bo'laydi. Bu yerda tashnoliq bilan bu ayolga oid mazmunni biz keyingi qatimliq mazmunda birga ko'rib o'taylik. Keyingi qatimliq mazmun ham nihoyat muhim bir tema so'zlandi. Shuning uchun oldin bugungi mazmunni yaxshi bir ko'rib, yaxshi bir anglab, muqaddas kitob bilan birga ko'rib chiqishinglarni umid qilaman. Qarindoshlar, shu ya'ni 2-3 hafta qoldi. Ya'ni men biraz charchash yetib qopti. Menga ya'ni og'ir mijozim yo'q. Shunga Arlıq biraz uzarab qaldı. Aldın qatimqi mazmunmu bək çoğunqur bo'lishi mumkin. Shuni atımı qarindoshlarning tafsiliga anglash orqali, o'zinglarning muqaddas kitobni ko'proq o'qish orqali Xudoning so'ziga bo'lgan tegim cho'nqur tunishinglarga erishishinglarni umid qilaman. Ma'qulamiz qarindoshlar, bugungi mazmun shunchalik bo'lsin. Men amal bor. Mening ahvolim yor bergancha men keyin ketdim vaqtida dars chiqarishga tirishaman. Biz әмсі кейін саны көрішәйлі, әміңләй Құдадың келген ақыл парасат, чоңқыр түшәнчә, рошан қалып ата қылышыны, әм шын аласыларының күн сері Құданың сөзге болған түшәнчәңлерінің тағым чоңқырлап мәңішіні үміт қылма, тілейме. Біз әмсі кейін қатым саны көрішәйлі, әміңләй аман болыңла.